Mana shu Jiguli eski bo'lsa ham, hozirgi salondan chiqayotgan yangi mashinalardan ko'ra bitta komfort tarafi bor. Bu komfort 200 ming, 300 ming dollarlik gelikda ham bor. Hozirga ko'rsataman, agar to'g'ri aytayotgan bo'lsam, shunchaki birdan lakni bosib ketasiz. Bilasizlar, lak pulli emas. Podpiska bosib qo'ysanglar ham kartellardan hech kim pul yechib olmaydi. Iltimos shu taraflama poddeshkada bo'lib turinglar. Hozirga ko'rsataman, qaranglar. Yaxshilab eshitinglar ovozini. Bittami? Birdan chinnachog'da yopilgan, ko'rdinglar? Eshigini qaranglar. Qaranglar mana. Bitta like, bitta podpiska. Bitta like, bitta podpiska. Oldindan ko'rsatib qo'y. Bir dona chinnachog'da bitta dona like. Hop, ana. Ko'rdinglarmi? Mana. Xuddi shu Jiguli mashinasini biz qachonlarda bir polni polirovkalarni qilib, chiskalarni qilib, egalariga klassik holatda terib, yig'ib bergandik. Endi bir baxtsiz hodisa bo'lib, ulus tarafidan DTP bo'lgan. Xudo xolasa, bu ham muammo emas, inshaalloh chiroyli qilib, restavratsiya qilib, yangi kalanka qo'yib yubordik. Endi xudo xolasa bitirib olsa bo'ldi. Aytaman, bizda mashina turi, xizmat turi umuman tanlamaydi. Aloqaga chiqib kelaverasizlar. Podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin.